Salom Timur. Bugun bizni kanalimizda Huawei'dan smartfon o'zini birinchi debyutini qiladi do'stlar va konkretno bugungi videoda biz sizlar bilan Huawei Pure 90s Pro Max haqida gaplashamiz. Va mana shu Pro Max versiyani o'zini bratishkasi ham bor. Prosta Pro versiyasi. Videoning oxirrog'ida men sizlarga ikkalasi nima bilan farq qilishini gapirib beraman, чтобы siz qaysi birisiga ko'proq to'g'ri kelishini bilib olishingiz uchun. Qo'limdagi telefon Huawei'ning flagmanskiy telefoni hisoblanadi. Juda ham zo'r kamerasi bilan va bu kamerasini bugungi videoda biz sizlar bilan test qilib ko'ramiz. Huawei o'z telefonlarining nomlanishini salgina o'zgartiribdi. Masalan, 90s S nimani anglatadi? S bu международный versiya, ya'ni global versiya deb anglatadi ekan. Pro Max esa bu flagmanskiy telefonligini bildiradi. Oldinlari Ultra deb nomlanardi, endi Ultrani olib tashlab, uni o'rniga Pro Max qo'yishibdi. Narxiga keladigan bo'lsak, 256 GB versiyasi Pro Maxni 15.500.000 so'm atrofida bo'ladi, ya'ni $1300. Qimmatmi? Kelinglar tekshirib ko'ramiz. Xo'sh, ochib ko'ramiz. Do'stlar, ko'ryapsizlarmi? Rangini qaranglar, rangini. Переливаться qiladi. Past tarafi boshqacha, tepa tarafi boshqacha. Ajoyib. Mana telefonimizning o'zi, og'irgina. Qani, ichkarida nima bor? Kravatka. Tak. Konvertik mana ichida. G'ilof. Mana qarang. Bu silikon emas, bu plastik. Bu sarg'aymaydi, kstati. Mana shunaqa quvvatlagichimiz 100 watt. Ko'ryapsizlarmi? Mana 100 watt, zo'r, super. Juda ham tez quvvatlash kerak bu. Va USB Type-C ga Type-C. Odatda bunaqa telefonlarda USB A ga Type-C bo'lardi, no bunda Type-C ga Type-C ekan, juda ham zo'r. Masalan, mashinangizda ham ishlasangiz bo'ladi-da bu provodni. Shu do'stlar, korobkasini chetga olamiz, endi telefonni o'ziga o'tamiz. Tak, qani? Oppa. Xo'sh. Dizaynga keladigan bo'lsak, bu telefon chista Huawei'ning stilida qilingan do'stlar. Unaqa katta, balkim ozroq qo'polroq kameralar bloki. Siz hozir aytishingiz mumkin, nima uchun mana bu yerda ikkita kamerasi sal kichkinaroq, mana buni esa juda ham katta deb. Chunki bu 200 megapiksellik telefoto linza ekan do'stlar, 5 zoom bilan va buni kattaligini sababi bu kamera o'zidan ko'p svet o'tkazish kerak. Tushunyapsiz-a? Kartinka detalni chiqishi uchun. O'shaning uchun katta qilingan. Bu haqida birozdan keyin batafsil gapirib beraman. Umuman qaraganda tashqi ko'rinishiga bo'lgan yondashuv nostandart Huawei'da, balkim bu yaxshidir. Nega? Chunki bozorda juda ham ko'p smartfon bor, hammasi bir-biriga o'xshash va bular hammaga o'xshab qolmasligi uchun mana shunaqa bir noodatiy tashqi ko'rinish yaratishgan. No, aytganlaridek, "O вкусах не спорят" deyishadi rus tilida. Shuning uchun hamma o'ziga nima yoqsa, qanaqa dizayn yoqsa, o'shanisini tanlaydi baribir. Lekin korpusini sifatiga keladigan bo'lsak, ishlatilgan materiallarga keladigan bo'lsak, masalan, orqa paneli chista shishadan qilingan. Mana bu atrof ramkalari esa metalldan qilingan, yaltirab turibdi. Qo'lda turishi yoqimli. Ushbu telefon changdan va suvdan himoyalangan IP69 standarti bo'yicha va undan tashqari bunda sovutish tizimi sifatida испарительная kamera turibdi. Испарительная kamera nima desangiz agar, gap shundaki, buni ichida maxsus suyuqligi bo'ladi. U past davleniyada telefonning eng issiq joyiga beriladi, ya'ni protsessoriga. Natijada o'sha suyuqlik испаряться qiladida, parga aylanadi va o'sha parga aylangan suyuqlik par ko'rinishida butun telefonga, korpusiga yo'naltirib yuboradi va shuning natijasida butun telefonning korpusi bardavom qiziydi. Siz qizish sezasiz va shuning natijasida protsessori tez qizib ketmaydi. Agarda bunaqa narsa qilinmasa, to hamma issiqlik protsessorda bo'lib tursa, telefonni qotishiga olib keladi bu narsa. Tushunarli bo'ldi. Displey keladigan bo'lsak, bu yerda topovoy displey turibdi. 609 dyumlik, 120 Hz albatta bor. Maksimal yorug'ligi bizga 5000 nit deyishgan. Ko'rishingiz mumkin. Mana kameradaji nima deydi, anozini yo'qotyapti, fokusini yo'qotyapti. Bunaqa yarqisida, в принципе, yomon emas. Va ekranni himoya qatlami sifatida Kunlun Glass 2 turibdi bu yerda. Undan tashqari Always On displeyni ham qo'llab-quvvatlaydi. В общем, displeyga mana savollarim yo'q do'stlar. Bu telefonning eng kuchli tarafi bu uni kamerasi do'stlar. Masalan, qaranglar, 200 megapiksel deb aytilgan-ku, lekin 200 megapiksel bu aytdim sizlarga, u asosiy kamerasida emas, u telefoto linzasida. Mana bu yerda 200 megapiksel. Mana bu esa asosiy kamerasi va u 50 megapiksel. Tepasida esa ultra shirgani keng burchakli linza turibdi, u 40 megapiksel do'stlar. Endi kelinglar asosiy o'sha 50 megapiksellik kamerasi tushirilgan rasmlar bilan 200 megapiksellik telefoto linzasining 4x va 10x zoomiga tushirilgan rasmlar bilan taqqoslab ko'ramiz bir-birini va siz o'zingiz baho berasiz. Nega biz ularni taqqoslayapmiz? Chunki buning 200 megapiksellik telefoto linzasi
4x gacha optik zoomni qo'llab-quvvatlaydi va 10x gacha sun'iy intellekt orqali o'sha zoomni qo'llab-quvvatlaydi va 2.6 diafragma bo'yicha ishlaydi. Endi ko'ramiz. Undan tashqari 40 megapiksellik ultra sherigi mana bunaqa rasmga tushiradi. Undan tashqari bunda AI composition degan bir fishkasi bor do'stlar. Siz masalan rasmga olayotgan paytingizda sizga qanday qilib to'g'ri pozировать qilishni ko'rsatadi, чтобы rasmingiz ideal chiqishi uchun. Rasmlar esa yomon chiqmadi do'stlar. Videoni sifatiga esa sizni o'zingiz baho berasizlar. Ketdik. Videoga keladigan bo'lsak do'stlar, bu telefonimiz 4K 60 kadrda tushiradi va stabilizatsiyasi bu yerda optik. Bunaqa telefonda, bunaqa narx bilan albatta bu narsa bo'lishi kerak o'zi do'stlar. Default. Bizga va'da berilgan narsa bu yerda video formatida 20x gacha zoom bo'ladi deyilgan, bez потери detalizatsiya deyilgan. Hozir biz buni tekshirib ko'ramiz. Mana bu yerda ko'ryapsiz, mana binomiz bor. Mana hozir telefonimni man ushlab turibman. 1x da, tak, bundoq qilsam mana 2x bo'ladi. Bundoq qilsam mana 4x bo'ladi. Hali ham bez потери kачество kelyapti. Tak, bundoq qilsam mana 10x bo'ldi. Ko'ring qani? Sifat o'zgardimi yoki yo'qmi? Endi men shuni hozir mana 20x ga hop mana olib keldim. Voy. Mana. Ko'ryapsiz, mana 20x da ketyapti hozir zapis. Ko'rib bir o'zingiz baho bering. Endi bundoq qiladigan bo'lsam agar, yana wide angle ga keladi, shirikka va standartimiz bizniki 1x va 1x da mana hozir men sizlarga bundoq yurib ham ko'rsataman. E'tibor bering. Mana qo'limda hech qanaqa stabilizator, balobatlar yo'q. Prosta qo'limda olib tushirib ketyapman. Qanaqa qimirlashlar, qanaqa stabilizatsiyasi, qanaqa ovoz yozish sifati qanaqa va umuman kartinkani o'zini detalizatsiyasi qanaqa, sizga ma'qulmi, sveta peredachasi barchasi. Video bo'yicha izohlarini sizdan kutib qolaman. Kommentariyada yozib keting. Jelezaga o'tamiz. Bu telefonimizda 5 nanometrlik va 8 yadrolik Huawei'ni o'zi razrabotka qilgan protsessor turibdi. Uning nomi HiSilicon Kirin 9030S va ushbu protsessor bilan parada 12 GB operativ xotira ishlaydi. Bazaviy xotirasi esa 256 GB bilan keladi va bu уже standart. Kundalik hayotda interfeysni ishlashiga keladigan bo'lsak, hozircha men hech qanaqa lag, bug, freeze ko'rganim yo'q. Hatto bu telefonda juda ham ko'p ilovalar o'rnatilgan. Ko'rishingiz mumkin. Tiqilib yotibdi, har xil ilovalar bor. Hozircha predirkalarim yo'q do'stlar. PUBG'da esa bu telefon mana bunaqa natijalarni berdi. Ko'ramiz. Xo'sh do'stlar, PUBG'ga ham kirib oldik. Ana endi mana bu yerga bosamiz, настройкаga kiramiz, grafikaga kiramiz. Настройкада turibdi, mana plavna va Ultra Extreme bor. Ko'ryapsiz-a? Nafaqat Extreme Plus, balki Ultra Extreme. Bu nima degani? Bu deganiki, agarda sizda mana shunaqa podrazdel chiqsa, demak telefoningiz PUBG ni 120 FPS da qo'llab-quvvatlaydi degani. Mana men hozir startni bosdim, o'ynab ko'rib sizlarga o'z hissiyotlarim haqida gapirib beraman. Mana bizda afsuski bu telefonda FPS counterini biz chiqara olmadik. Lekin shunga qaramasdan, mana endi nima deydi, o'zingizni merkez bor-ku, mana o'zingizni merkez bo'yicha o'z nechta telefonda men PUBG o'ynaganman, bu yerda 100% 120 FPS bor. Juda ham plavna kartinka, umuman qotishlar yo'q. Har bitta detalizatsiyalar zo'r chizilgan, отставание yo'q. В общем, bu telefonda PUBG ni bemalol, nima edi, siz butun professionalniy игрок bo'lsangiz ham o'ynasangiz bo'lar ekan. Qotib qolishiga qo'rqmasdan. AnTuTu'da esa bu telefon mana bunaqa natijalarni beryapti. Pauzaga qo'yib, o'zingizning telefoningiz bilan taqqoslab ko'rishingiz mumkin. Programma обеспечениyaga keladigan bo'lsak, bu telefonda Huawei'ni o'zi razrabotka qilgan оболочка turibdi. Uning nomi EMUI 16 va u Android 16 ni bazasida ishlaydi. Bu telefonni O'zbekistonning bozoriga adaptatsiyasi haqida gaplashadigan bo'lsak, masalan, 5G ni qo'llab-quvvatlaydi. Bizga kerak bo'ladigan bankovskiy приложенияларni barchasini qo'llab-quvvatlaydi.
mana natijasi masalan. Google'ning servislarini ham siz bu telefonga uстановка qilishingiz mumkin. O'zini app gallerisidan. Mana masalan menda Google Play ham bor, Search ham bor, kartasi ham bor, diski ham bor, har narsasi bor. Bemalol Play Marketdan kirib xohlagan ilovamni yuklab olishim mumkin. Bu telefonning batareyasi masalan menga yoqdi. 6000 mAh hajmga ega va zaryad olish tezligi-ku вообще super. Boya ko'rdingiz o'zingiz. Mana korobkasidan 100 wattlik adapter pitaniya chiqadi. Ya'ni bu telefon provod orqali 100 watt kuch bilan quvvat olish imkoniyatiga ega. Agarda siz besprovod, ya'ni wireless chargingga qo'yadigan bo'lsangiz, 80 watt kuch bilan quvvat oladi. Bu juda ham tez degani. Zaryadini yechishga keladigan bo'lsak, bir kunga bemalol yetadi. Hozir aytgan barcha ma'lumotlarim bu Pro Max versiyasi haqida edi. Mana bu. Ana endi kelinglar, Pro'ni ochamiz va men sizlarga qisqacha ikkalasini farqini ko'rsatib beraman. Tak. Oppana. Oppana. Ko'ryapsizmi? Chiroyli bu ham. Ixchamgina mushchaga o'xshagan telefon ekanda. Unda qisqa taqqoslaydigan bo'lsak, ko'ryapsizmi? Bunisi sal ixchamroq. No, filosofiyasi ikkalasinikiga ham bir. Do'stlar. Buni faqat mana bu atrof ramkalari crashing ekan, buniki esa qarang, ni crashing. Titanga o'xshab ketar ekan. Yaxshi. Oddiy Pro'ning narxi esa 11 million so'm. Dollarda bu 900 dollar atrofida degani do'stlar. Ko'ryapsizlar, qanchaga arzonroq bu telefon bundan ko'ra. Va birinchi bularning farqi bu uning hajmida. Masalan, displeyi Pro Maxda 609 dyuym, Pro'imizda esa 606 dyuym. Ultra shirigi 40 megapiksel emas, balki 12.5 megapiksel. Telefoto linzasi 200 megapiksel emas, 50 megapiksel. Maksimalniy zoom'i 20x emas, 10x zoom. Protsessor o'sha, batareyasi taxminan o'sha, operativkasi o'sha. Faqat sim bo'yicha 66 watt bilan quvvat oladi, simsiz quvvatlash bo'yicha 50 watt kuch bilan quvvat oladi. Qaysi birini tanlashga kelganda tanlovni men o'zingizga qo'yaman, chunki o'zingizning byudjetingizdan kelib chiqib, o'zingizning didingizdan kelib chiqib qilasiz tanlovni. O'z narxiga qaramasdan tan olish kerak, u kichkina emas, chunki bu flagman, lekin texnologiyalarning rivojiga va bozorda bo'lgan raznoobraziyani ko'paytirishga, ya'ni har xillikni ko'paytirishga o'z hissasini qo'shyapti bu telefon ham. Bizda bugun shu, o'ylaymanki sizga bu video razbor yoqdi. Agarda shunday bo'lsa, sizdan bitta like, bitta kommentariy va kanalimizga obuna bo'lib qo'yishingiz esdan chiqmasin. Sizlar bilan har doimgidek Timur Xatamov, aka Team Line, keyingi rolikda ko'rishguncha.